Shu savolni juda ham ko'pchilik onalarimiz yozgan. Menimcha aktual muammolardan biri desak ham bo'ladi. Chunki sababi tez-tez shamollashi bolalar orasida nimaga? Immunitet tushib ketgan. Immunitet tushganligini sababi bolalarda kerakli paytda o'sha davo muolaja qilishimizda biroz xatoliklar bo'ladi. Ya'ni bolalarda masalan shamollash boshlandimi, sraz antibiotik boshlashimiz eng katta xato. Yo'tal boshlandimi, antibiotik qilishimiz kerak. Chunki yo'tal masalan u allergiya fonida bo'lyaptimi, shamollash fonida bo'lyaptimi, hech kim qiziqmaydi. Prosta yo'talyaptimi, bola o'pka bronxlari top-toza bo'lsa ham, hatcha bitta qildirib qo'yaylik deydi. Mana bugun kelgan patsientim aytibdi, bolalarida angina shib qolgan, lekin bolada bezovtalik bo'lmaganda doktorga olib chiqamiz, deyapti, antibiotik yozib berdi. Nimaga oldinglar desam, prosta antibiotik ovora qolinglar. Bola shamollamagan. Ona aytibdi-ki, o'sha antibiotikdan keyin naborotga kasal bo'lib qoldi. Tomog'i prosta shishgan edi, deyapti.